Assalomu alaykum aziz do'stlar. 716 mingtalik kanal вообще нереальный narx $599. Narxini sразу aytaman, suv tekin narx $599. Bilasizlar bir oyda qancha odam qo'shilgan? Statistikani ko'rsaman, вообще нереальный xullas. Qaranglar, ketdik mana. Statistika 67 million prosmotr bo'lyapti. Bir oyda do'stlar, tasavvur qilinglar mana. Oxirgi bir oyda 67 million prosmotr bo'lyapti. Kuniga o'ldim deganda mana 1 million prosmotr qaranglar. Mana prosmotr 2 million, 2,5 million qaranglar. Pikka chiqqan payti kuniga 5 million prosmotr bo'lyapti. Odamni qaranglar, bir oyda qaranglar, bir oyda 435 mingta odam qo'shilyapti. Bir oyda kanal statistikasini tasavvur qilinglar, вообще нереальный dahshat. Oxirgi 90 kun qilaman. Oxirgi 90 kunda 700 ming odam qo'shilyapti qaranglar YouTube'da. Tasavvur qilyapsizlarmi? 2 oyda 700 ming odam yig'yapti. 3 oyda 700 ming odam. Kuniga hozir qarang qancha odam qo'shilyapti. Kuniga eng kamida 4700 odam qo'shilyapti. Kuniga eng pikka chiqqan payti 31 mingta odam qo'shilgan. Lekin hech qaysi o'ziniki video o'zlariniki emas do'stlar, shuni ham aytib kerak. 700 ming obunachilari bor mana. Kanal tarixi yonmagan. Buni bir staji bor odam bo'lsa do'stlar, $599 bor, nima bo'ladi? Вообще suv tekin narx. Chunki egasiga bugun pul kerak ekan. Zarur bo'lgani uchun aka dedi, sotib yuboring dedi. Mana shu narxga dedi, sotib yuboramiz qisqasi dedi. Pul zarur bo'lgani uchun sotyapman dedi. Bundaqa kanal borki do'stlar, $1000 atrofidan qimmat yuradi, bilasizlar. Chunki 700 ming obunachi agar pul ishlaydigan qilsanglar, 700 ming obunachi oxirgi marta bitta klientimiz sotdi, $2000 sotdi. U endi u ham o'ta zarur bo'lib qolgan paytda pul ishlaydigan kanalni 2000 ga sotdi. Tasavvur qilyapsan? Olgan odam vahshiy aka dedi, klass oldim dedi. $2000 ga biz sizlarga $599 ga beryapmiz. Aniq oladigan odam bo'lsa 99 da 791 32 32 Telegramdan aloqaga chiqinglar do'stlar. Aniq oladigan odam bo'lsa sразу nomerlarga o'tkazib beramiz. Sразу o'tkazganimiz bilan bir hafta ketadi, bilasizlar endi YouTube algoritmi. Qisqasi mana shu kanalda faqat staji bor odamga ertaga menga strayk yeb qoldi, kanalim yopilib ketib qoldi, yurg'izishda bir faqat staji bor odam. Eplay olasizlar, qo'lingizdan keladi, marhamat oylar $599, skidka yo'q, bo'lish narxi. Agar bir hafta qolib ketsa kanal bu narxga bermaymiz. O'ta zarur bo'lgani uchun $599. Aniq oladigan Telegram yozing, salomat bo'ling. Narx o'zgaradi agar qolib ketsa kanal.